tutsa. Hey? Yaqindan buyon ozroq samirib qoldingmi ya? Biroq xush xabar bormi? Voy yo. Qasam qo'saqlaring ko'plik ketibdi, xuddi bolg'adeklar. Voy men samirmidim. Bu degancha qo'saq ko'pligi. Sizlarmicha mendek bo'lgan bo'lsanglar, men qo'sqo'ladicha 9 oylik bola bordek turadi. Voy nimishi oldi? Bizga bir digina. Shundaymi adash? Yo'ldishing bilan biranim deyishib qolmagansan? Voy yoqay, sal turib tepray. Voy adash, Farida ma choyxona topalar. Voy topalaydi, men adresini shunchalik aniq deb bergan. Hey qizlar, yili Farida kelgandichu, uning yaxshi maslahatlarni beraylikmi? Chet ellarda o'qiyman deb, bu yerdan qoida usullarini toz o'qimaydi. Yaxshi yo'l ko'rsataylik bo'lamdi. Shunda qilayli. Bo'lmasa-chu o'g'il taraf nim qildi, shuni qilib oltamiz yana. Ay qizlar, o'nsam ba'zi odamlar qizining mehmini kechlikka o'g'il to'yga berib qolsa, ay jo'z qara, pul oldigan deydi-ku. Bu faqat qismanlikku. Ham sharoitiga beqib ish qildigan gapda endi. Ay qizlar, Farida xushvo'z bo'ldi-jimi? Nimaga? Hay, yesh kichik emas, 30 ni oshdi. Onsam o'g'il tarafchi shunda qo'lilikda bak ishlarmish. Hay qizlar, shuni qaraganda-chi, bek kichik to'y qilmaysan, cho'nglab to'y qilsin bek baxt kelamdi nima? Hay, lekin men angladim. Cho'ng joyda-chu qaranglar, shunda jiq narsalarni akirib yutibdimish, qatnashganlarim sayron qopdi deydi-ku. Hay qizlar, bo'lsa qiz tarafning hurmatini qilganga yetmaydi. Lekin sharoiti bo'lmasa, shu yotgan qirqib tutuzdigan gapda endi. Faraz, necha kun oldida mush Undidorda to'yliq to'g'risida bir mazmunlarni ko'rib qoldim. Mush shahar aholilarining eng yuqori to'yligi 30 ming yuandan, yez bozorlarning 25 ming yuandan ishib ketmasi kerak. Agar qiz taraf buningga qo'shilmay yuqori talab qo'ysa, jarimani qo'yildi deb. Voy, endi bu ish chiqdimi? Hey, biz elim vaqtida darga tegib olibdik-chimi? Uni bir deganda. Qanday ahvoling? Yaxshi, yaxshimi? Ajab biz o'rtada Qanday to'y tayyorlig'ini kutib qolgan. Xilib tutib qoldik. Adash, sen kelgan seni shu bir izlagan izlab bo'lmadi. Bek set bo'ldi, qopimig'inchimi? Voy, jinim odash undoq demanglarchu. Sizlarni bek avvar qildim. Mana uni buni degicha qara, yana 10 kedikasinichi men xotinlar dunyosini qo'shib olmiz. Odam ajab bir qism bo'lib qoldi-ki. Bo'pmi, mush opamni o'ylasam, ko'nglim yerim bo'ldi. Voy, ayni vaqt uchun men shunday bo'lgan. Keyin degan kunib ketdi ekansa, uyimda burroq to'y qilmaganman deb qolsa texi. Voy shuni deyman. Voy xinin, sen to'y qilib chiqara jiroq ye ketmaysan. Ay yin tutadigan uying uchun opangning uyiga shunday yaqinka. Xolsan cho'yga kunda bora olaysan emasmi? Mening tushganligimcha opamlarning uyidalar. Ey odash, sen tushda uyingda tomoq etmamsan? Ay, iring nereden tomoq yeydi? Opsink yeydi. Bu bo'lmabdi. Odash, bu ish qilganing faqat bo'lmabdi-jimi? Uy degan bir vaqt osh yetmasa, uyning mehri bo'landi qizlar. Tova odash, qiziq ekansan. Voy bo'lmaydigan nari va. Voy, bolam opamning uyida tursa, opamga tug'ib beribdi-kan bu bolani. Beribdi bu. Ay, mening qiyin opamchi qara, mening balamni boqmagan bilan, o'zining qizining bolasini yolab yiqyotdi. Ko'ngli kelar demaydi, meni oldimda. Voy, bu navramdan tatliqligini deb suyib ketishibdi taxi. Jinim do'stlarim, sizlarga deb bermoqchi bo'lgan qo'saq ko'pigi uchun mana mushu. Mening qo'sqim mushunday ishlar uchun yo'g'inayotdi. Voy, adash, mushishmiti? Shundaymi adash, mushishmiti? Jinim adash, sen maqchan piyozli qilib, qiynonamga olib bersam xotirjam bo'lmayman deb qochirib, o'zingning onasini qishiq ishtirib berayotgansa, tayinli. Shunday. Endi bumi yo'q emas. Apayt tuqqan vaqtimda boqmadi emas, boqdi. Lekin şu an kichikkina balığı ısıtgan tomoqni berib qolarmi, sovuq sutni ishqizib qolarmi deb ansirab opamning uyida olib qo'ydim qara. Lekin qarab baqsam, bo'ldi qishning pirigi emasmi? O'zining qizining bolasini beqib samatib to'p qilyapti. To'g'ri, shuning uchun do'stlarim, sen hamma ishni to'g'ri tushunib, hammadan yo'l qo'yaversang, men boshqalarga qara, bizni bir nozik qalbning borligini unutib qoldik emasmi? Voy, rost deysan adash, mush ba'zi qiynaplarmichu, qizning bolasini yevog'ida qilib beqib, o'g'ilning bolasini qudilirga ishtirib qo'ydi ekan. Mush nechisi bir bo'lib choyda o'ltirib, bir-birsiga yo'l ko'rsatishib, voy, navr vaqtsa qirib ketimiz, navr deganicha qudilar baqsin deb qo'yib, o'ylarga qilib qaytib, qizning bolasini g'im qilmay baqidi ekan. Tova. Hay, bizim ishxondichu qara
dağla çoğun işki apayvatdı. Qarab otursam ikkisi bir-birisi kilelerini gayvetini qıvatdı. Aş kilelerini tonuydigan bolsam aş berip depli qo'ysam menim taslim meni deb qo'yay. Ish qilib chu qizlar. Bugun mushu bizda kilillar, maningda kilin bo'lish oldi tug'anlar bu yerga yig'ilib qaptiq danglar. Bizning tajriba saboqlarimizni oyimay so'zlab, maning ozroq ish yutib qo'yayli. Bu so'ng'ish bo'zak bo'lib o'tamsin. Voy, kim meni bo'zak oldi deydi. Ajab ekansa. Shung bo'zak olmay deb ajrashib ketdim qo'shib olgansa. Hey, estağfurullah. Hey qizlar, bo'ldi qilinglar. Bugun Farida yaxshi maslahatlarni ko'rsatimiz deb kirib, nima gaplarni qilishmaylik-ku, qizlar bo'ldi qilinglar. Canım dostum, sen çok qarab bizga o'xshamaysa, sen degan noydi baxt kelin. Shuning uchun bizning gaplarimiz sana çok g'aybat oldi o'xshaydi. Shu. Ay, sizning bir jup qo'shmoq balani, qiynapang o'z bir qo'lliq cho'ng qilib turibdi. Tomog'im shu yerda, hamma shu yerda. Sizlarning ona bolasi herkes ortiq ketmaydi. O'g'ras. Voy, men ko'rdim. Doktorxonaga borsam bolalarga vaksin sag'izib beribdi. Qiynapsdan ko'tirishib beribdi. Bizim qiynaplarimiz ashta qilamda. Hey adaş, manda qarab baqsam, ay bizning ishimizda hammada yomoni senkansan juma. Adaş manda gumqularingiz o'gitib qo'y, bizni o'ginib oladi. Voy jinim adaş, bunun apsi bo'lgan bo'lsa, biqib beradi. Buningim amal yo'q, shun qiynab biqib beryapmamdu ha adasha. Shu do'stlarim, mening sizlarga shunchalik nasligim keldi. Anisi adam bek baxtlichimi? Voy, shukr. Ko'zdan ayırgan nasıdan ayırmaptı degandek, qiynanam menga o'zimning opsizdek mehrini berdi. Ikki qo'shmoq bolamni cho'ng qilib, jafo tortib, bek charchayotdim. Uy, ko'ngling yerim qilmag'ina. Voy adaş, charchayotdi deb ko'ngling yerim bo'lib ketamda. Voy, hammadan sana shu qo'shmoq baltuq olamdi, ahmaq. Ye bo'ldi ko'ngling yerim qilmag'ina, chiqilibchi Farida. Mush to'ydim burun, ancha-muncha tajriba saboqlarni anglab, men qulg'ungni pishirib turganim faqat zeni yo'qchimi adaş. Hey qizlar bo'ldi qilinglar. Qo'pa adash. Nima gaplarni qilmag'ina Yeydilarsan. Adash, ular davrda gapini anglamayjimi? Adash, anglasam, o'g'il tarafim bek esli odamlar deydi. Adash, sen uchun da xush bo'ldim. Rahmat. Bo'lg'in jinim do'stim. Rahmat. Hey, balduroq bolliq qilib, men bizning qisibimizga bururoq qo'shilgan jima. Inan kelsin. Men gaqmaypasam, hamma shu yutib ketdinglar. Menmi deb qo'yay, adash. Voy, mening Herkes aldırab tuğma. Ma İran'ı bilip beqib, sınab beqib, andın tuğ. Meni ko'z oldingga keltira. Biz o ajrashib ketdik. Bu o'g'liqning hammasi ash bichara kichik bolamga bo'yatmamdi. Hey adaş, neklar? Sen bir gap qilay. To'y kuni yodingda bo'lsin. Hali qiynapang yuzingni ochgan qizil yog'liqni og'a bitar ostin bostirib o'tirib oljimi? Ashta qaydi borma? Ay qizlar, men Farida ashta qildigan bo'lsa, qiynanish uchun mening sizg'an sig'dan chiqmaydigan bo'ldi. Voy, Voy, yo'q, biz Voy, men bilmaydiganman to'q. Bir qatim bir do'stimning to'yiga qatnashib, qiz qo'lishning shunda o'gatganini ko'rib qoldim. O do'stimiz shunda qilgandi. Keyin olsam qiynanisi, mush keliniga maslahatsamay hech qanday ishni qilmaydi. Demak, ishning foydasini ko'rdi degan gap. Uy, biz to'y qilgan o'qimamdiq bu ishni. Alloh nodan kelmi. Voy, jinim bolla. Mana bir o'quv odamdek gap qilinglar. Nega dodan patvachini topgan gapi bu? Hey bolla, o'ylab beqinglar. To'y kunisi qiynani bo'lgan odam shu kelinni qabul qilib, uning bo'lgan mehr muhabbatini, uning bo'lgan hurmatini ifodalab, qip-qizil yog'liq otib qo'ysa, kelin bo'lgan odam buni bostirib o'tasa, mushumi odimiylik axloq bo'lamdi. O'ylab baqa jinim do'stim. Biz to'y qilgan shu chaqlarda qiynanimiz bizga otib qo'ygan shu yog'liqni biz hayajonlanib, uni qadrlab, cho'ng bilib, qatlab bir umr yonimizda saqlaymiz. Voy, unda sen men egiziyaga ep qo'ygan. Jinim adash. Manda fatvolar herkes ishonadi. Tova degina adash. Bunda fatvolar ishonsa gunoh bo'lgan ishma bu. Adash, men chet elning sehrgarlik kinolarida per qo'llam ishlatmas bunda chalkini yo'nalni. Hey, jinim do'stlarim. Qiynapa shunchalik qo'rqinchlimi? Bu opam qiynapamni bek mijoz yaxshi, bek ta'liyingiz keldi. deb boshladaydi-ku, lekin sizlarga bolani olsa, shuna yaxshi yutib ketganing, bek yaxshi. Am ko'nglim deydi-ki, bek voy deb egilib ketsa, mushkenda o'zi shirdab chog'lab qolamish deb o'ng'an digina amdi. Qag'in. Shuni digina adash. Bizni atbagichilik vaqo onlarimizga egilib turdik-ka.
Voy apropos, voy biz egilib ular g'odib turib oldik-a. Mening qiynanam uchun haftada bir qatim berib qolsam ishni shunday. Voy keldingizmi? Yo'qolib ketdingizmi? Voy yig'ishimdirdan deb depdigan yo'ldirdi. Voy jinim adaş, sizlarni sevginib shundaq deydi. Sen pat-pat berib tursang bo'ldi. Jinim adaş o'ylab baqa. Voy balam, keling, tomoq yeb ketding degan ona o'zi bo'ldi adaş. Adaş, menni xizmat ishlab olsam, meni oldirash tursam. Qancha oldirash bo'lsin? Berib qo'ysinmanda, bu xilning bo'lmabdi adaş. Hey, o'zimizdan gapga kelaylik. Shuni deyman. Qara, sen to'y qilib boldir qozon beshiga chiqib olmadimi? Nima Pəkçik o'qib ketibganma, qozon beshning ishlarini bilmaydiganma deb suzilib o'tirib ol. Mening qiynsinimga o'xshash. Uchu qara, to'ydan burun bir kul qizdi, to'ydan keyin bir malikaga aylanib, hech ishni uqmas bo'ldi dedigina. Uy, hali qiynat-qiynapamning o'qiziga kuyib ketishini demaysizlar. Buning bak ko'ngli tuz, faqat yelisi yo'q deb ketdi. Hali samolyotdan suv yugurtirgan qizni. Hey, adaş yana bor. Qara. Agar to'ydan keyin ig'roya qilib qolsang, men sezgan bo'lsimi, bo'lmasimi deb badab to'qira. Voy, onidim kelyotdi, meni ko'nglim tortyotdi. Voy, jinim opamish o'zimning qo'ldan bek chiqib qopdimi deb o'zingni faqat ufuratma foydasini ko'rsa. Voy, adaş unda. Hey adash, Yana bir ish bor. Eringa bog'u qara. Uy, men kiyim-kechak kiyatdim, sibudimdan taqaytdim, pul xajlaydim deb pulni xajlab ko'ndirjimi? Bo'lmasa qara, o'xshash pul xajlamay, pulni oyab bersang, aytgan azroq pul xajlab qo'ysam, so'qishadigan bo'lib qoldi yana. Adaş. Voy, adash yana bor. Sen tugimabdi degan qo'y. Qara, ash qo'soq ko'targan vaqtda qara. Bir qitim bo'lsin, meni joyida emas deydi deb doktorxonaga yetib oljimi? Oshtama. Bu degan tajriba. Men tuqqa vaqtimni o'ylaydigan bo'lsam, shunda ko'nglim yerim bo'lib ketdi. Operatsiya qilib o'ron tug'ib yotsam, qiynapam doktorxonaga berib nim dedi deysizlar. Yey, azroq chidib aytgan bo'lsangiz, o'z yo'li bilan tug'iladi. Hozirgi yoshlar nim degan chidamas deb nechtirni vachitsan deb aytdi. Voy, o'zining qizi bir tug'ib baqsinchi. Voy, tug'di, operatsiya qilib tug'ibdi-ku. Doktorxonaga kelib, "Jinim bolam, ikki kecha uxlayolmadi, bak ichim seyrilib ketdi" deb yig'lab ko'zini shaptildab qilib turdi. Voy, nemish o'xshash ko'zni qarmaydigan-da. O vaqtlarimni o'ylasam, mening ko'nglim yerim bo'ldi. Men bu tuqqan vaqtimda qiynapamash yo'ldishim kelsa, mening balam charchab ketdi, erib ketdi, ishlayotgan tursa deb doktorxona bir kunni tug'ilib qo'ymadi. Bichora opam o'zi 7 kunduz men qarg'antidanlar. Hay, o'zining qiz tug'ibdi, qanday qildi deysizlar? Voy, ma balaning dadisi nadi ekan? Ishlayotgan bo'lsa ruxsat so'rab, ma bu vaqtni baqsin, xotinini baqsin deb ash o'g'il tarafni keltirib, qirg'i to'kkichi baqizdi. Mana bunday o'xshash ko'maydi emasmi? Ashtoy qilishni bu degan tajriba Şekli adaş. Voy jinim qizlar, bugun obdan maslahatni beramizmi kelsak, kelinlar qo'zg'olon qilyaptinglar-ku. Vallah, rost gapni qilsam, gaplar bek eshib ketmasin, yomon bo'ldi. Bizning digimiz yo'q adasham. Qanday qilamiz? Adaş, qaysi uyda yo'q? To'y qilganki unda ishlab bo'lib turdi. Bek sig'irlab kelsang, hamma uydan chiqib bir tasqan. Kan qo'saqroq bo'lsak, uy ketdi emasmi? Sen rahat, boshqalar rahat yashaydi. Bichar opalarimizni, dadlarimizni charchaydi. Bizni ming bir japat cho'ng qilib, degan vaqtida nevrisini apirib, etkik sepirimiz emasmi adash biz? Bek to'g'ridan jinim adash. Qizlar, o'zinglar bilasizlar-ku. Mening cho'ng opam divanlish kasallik giribdor bo'lib, oxirida bizning uyda uzidi. Opam dadamlar cho'ng opamning oxirat fikrlarida bo'lsa-mu, cho'ng opamni beqib oldik deb shuningdan xo'shal. Cho'ng opam uyda hech qaysimizni tillamasmi, opam bicharni kunda tillaydi. Opamni tunimaydigan bo'lib qolgan emasmi? Opam bo'lsa, qaynopam kasalligida shunda qilyapti deb to'g'ri tushunib, davomli turda xizmatini qilaverdi. Oxirida qanday bo'ldi bilamsizlar? Cho'ng opam oxirgi kunlari kelgan chaqda hech qaysimizni taniyolmay, opamni tunidi. Opam bilan sirdishib, opam bilan mungdishib, opamdan rozilik olib, opamning quchog'ida jon uzdi. Yoshlik degan yerda qolmaydi adash. Shu. Mana hozir o'zinglar ko'rib turibsizlar. Ko'z tegmasin. Opam dadamlarning salomatligi shunday yaxshi. Hamma odam ota-onasining duosini olgan deyishyotdi. Ajrning tigi oltinkan do'stlarim. Men sizlarga bir xabarni yetkazaymi? Nima? Jim o'tira, adash men tashkilasiz. Hay, mana qinotlar, qinopsi, hozir malana cho'ydi-chu, mehmon bo'lyapti. Voy, ostama. Hey, sajab hech bo'lmagandek jim o'tiribsizlar yana. Ajab bir. Voy, shu mushnolar ikkinchi qatim kelishi. Vallahi yarışib qolsa,
kichik bola o'tirdi, yetim bo'lib qolmasa deb keptike shu. Uy, bek yaxshi. Onun ustiga mobolim kechki uchur yo'llardi. Pastga tushim qarang shayli deb. Voy do'stlarim, yani kim bo'ladi? Balamning dadisi. Sizlarni avar qilmaylik, bugun shunday yaxshi o'tirdik, yaxshi mungdashdik. Xotirjam bo'linglar do'stlarim. Men cho'qqum baxtli bo'laman. Yaxshi kelin bo'lishga tirishaman. Hammamiz baxtli bo'laylik, qanday dedim? To'g'ri bo'ladi. Endi mushunda tatlı hayvatlarni qilib sapdiq. Bizning shu tatlı qinonlarimizni yosh vaqtida ancha-muncha tatlı hayvatlarni qilib salgan bo'g'itdi. Shuni bilan tanishlikda deb o'yildim. Ey, faqat qilmasaqmi, qo'saq ko'pigida sangishish qo'sig'imiz yo'g'nab ketmasin. Biga ancha-muncha ish pushig'imiz chiqarib oldik shundami, ya? Unda dema do'stim. Qinoni bo'lishni unchalik oson emasligini, balkim kunlarning birida bizmi qinoni bo'lganda ondan his qilishimiz mumkin. To'g'ri bo'ldi. Hayay, obat yo'q, o'zaro unum deyishdik, bunum deyishdik, mushta fursat kelgan dardimiz ancha-muncha tugib olganning ziyn yo'q. Mana yenimizda yaxshi kelin bo'lgan onaning qizi. Mana namli kelin bo'lgan do'stimiz bor. Biz ma'adin boshlab bulardan o'ginib, yaxshi kelin bo'laylik, qaynopimizlar yaxshi o'tsak, ay buningdan xotirjam kun bo'lamdi qizlar. Shunami? Qizlar, bugundan boshlaylik. Shu bir egizga hammamiz bir-birimizga yaxshilik tilaylik. Hammamiz bir-birimizga baxt tilaylik. Baxtli bo'l jinim, onasi. Baxtli bo'l. Baxtli bo'l.